o'zini ko'chada asabi tugaganligini, ko'chadagi bo'layotgan ishlardan qalbi ezilganligini, alamini kelib xotinidan oladi, o'zini tuqqan bolasidan oladi. Shunaqa so'kadiki, agar begona odam bo'lsa, yorilib bo'lib qoladi. Yana bolasi fosiq, fojir bo'lmaydi bolasi. Namozxon bo'ladi, ibodatxon bo'ladi, ehtimol qori bo'ladi. Shunaqa so'kadi. Nima qilsang demay turaveradi-da. O'zingni bolangga shafqating yo'q. Odammisan sen? Og'zi uryapti deydi. Bir tosh ustida og'zi uryapti deydi. Avtobus yig'ilsa bir 2 yashar, 3 yashar bolasi bilan chiqib oldi bir kelindi, bittasi aytib beryapti. Og'zi uryapti deydi, tarsillatib yig'lama deb deydi. Nimani biladi 2-3 yashar bola, Qanday tarbiyalasang, shunday muomala qiladi senga. Rahim shafqat ko'rsata olmading bolaligida, senga hech qachon rahim shafqat ko'rsatmaydi. Bir kun keladi, buni qo'liga kuch o'tadi. Bir kun keladi, sen unga muhtoj bo'lasan. Kamatadin tudan, nima mehr ko'rsatgan bo'lsang, nima muomala qilgan bo'lsang, shu narsa qaytadi. Abu Mas'ud al-Ansoriy roziyallohu anhu u kishi aytadi: "Qo'lim rosa urayotgandim. Shu paytda orqamdan bir ovozni eshitdim. Ey Abu Mas'ud, bilginki, sen uning ustida, quling ustida qodir bo'lganingdan ko'ra, Alloh seni ustingda qodirroq. Qulni jazolashga qodirsan, lekin Alloh seni jazolashlikka sendan ko'ra qodirroq" dedi. Men o'girilib qarasam, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ekan. "Yo Rasululloh, Alloh uchun hur ozod" dedi. Payg'ambarimiz aytdilar: "Agar shunday qilmaganingizda, albatta sizga o't azob etgan bo'lar" dedi. Qalbi qattiq, rahim shafqatsiz, qahr ko'rsatishga odatlangan kishilar. Ehtimol biz oramizda ham bordir. Ehtimol birinchi saflarda 5 mahal namoz o'qir. Ammo qalbida rahim shafqat bo'lmaydigan bo'lsa, Alloh taolaning rahmatidan umid qilishiga qiyin bo'ladi bu insonlarda. La tunza'ur rahmatu illa min shaqin dedi Rasululloh. Rahmat, mehr, shafqat faqatgina baxtsiz, badbaxt kishidan olib qo'yiladi. Agar siz qahrli bo'lsangiz, mehr shafqat bo'lmasa, yumshoqlik qalbingizda bo'lmasa, badbaxt inson ekansiz. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zining hadislarida mana shunday marhamat qildilar. Shafqatli qalb egalari, berahim, qahrga to'lgan qalb. Bu ikkisi hech qachon teng bo'lmaydi. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.